Yunusobod tomonda bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki ishxonam Yunusobodda-da. Universal bozorining shundoq yonida bitta uyim bor, bo'shadi. Faqat xonali-da. Sizga o'zi oilaga kerakmi? Necha kishisizlar? Lekin men bir o'zimman. Unda sizga bir xona yetadi. Qachon unda ko'rishib gaplashib olsak bo'ladi? Xohlasangiz, hozir ko'rishsak bo'ladi. Qarang, 20 daqiqada ko'rishamiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ha? Tinchlikmi? Nima gap? Haligi Malikani qadam bosishi yoqmayapti. Nima qilyapti? Har kuni har xil mashinalar tashab ketadi. Hozir ham kim bilandir ko'rishmoqchi. O'ylab gapiryapsanmi? Adashmayapsanmi ish qilib? Bo'lmasa kuzating. Malika. Qancha turasiz? Tushunmadim. Men uyimda, ijarada qancha vaqt turasiz demoqchiman. Uy olgunimgacha Uy qachon olasiz? olib qolarman. Uy o'zimniki. Maklersga olmayman. Yaxshi. Lekin ijara haqqini 3 oyligini oldindan berasiz. Xo'p. Rostdan bir o'zingiz turasizmi? O'zim turaman.